Do'stlar, Frunske Kiyif yaqiniga kelganmiz. Yo'lda bo'yidan atigi 50 metr ichkarida joylashgan 4 qavatli uylardan 2 xonali skvoznak kvartira chiqib qoldi. Holatlar juda ham yaxshi holatda. Parkovkalari, bolalar maydonchasigacha bor. Yo'lda bo'yiga yaqin ikkilamchi kiritga ham to'g'ri kelaveradi. Videoni oxirigacha ko'ring, uyni topib ko'rsatamiz. 4-qavatda 2 xonali skvoznak kvartira 3 xonaga o'zgartirilgan do'stlar. Bu birinchi xonasi ko'rishingiz mumkin. Holatlari yaxshi holatda turibdi. Abo'ylar qilingan. Romlar, akfa romlarda. Xo'p, bu tomonda bir yo'la ko'rsatib ketamiz. Alohida vannaxona hamda hojatxonalari joylashgan. Bu tomon esa oshxonani o'rni. Gaz plitalari esa verandaga olib chiqilgan. 6 metrli verandasi mavjud, ko'rishingiz mumkin. Bu tomon tashqaridan kirish qismi, koridor, bu yerga kladovka qilsangiz ham bo'ladi. Ma'lumot uchun aytamiz, ikkilamchi kiritga ham to'g'ri kelaveradi. Bu yerda esa navbatdagi ikkinchi xonasi. Romlar, akfaromlarda holatlari yaxshi holatda. Do'stlar, Kiyif universiteti yaqinida joylashgan 4 qavatli uylarning 4-qavatda yangi planirovka 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan kvartira, narxi esa $27,000. Albatta, ozroq kam bor, qiziqarli quyidagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib o'tishni unutmang. Sizlarga bundan ham zo'rlanishni davom etamiz.